Bitta uyni sotib, boshqa uy sotib olish uchun nima qilish kerak? Bir nechta variant aytaman. Siz birinchidan, o'zi baribirga ham uzilish shart oldingi uyingizdan. Siz eski narsalaringizga yopishgansiz. Demak, hali eski fikrlaringizga yopishdingiz degani. U yangi bo'lishi mumkin, zo'r bo'lishi mumkin, $1000lik bitta gilam bo'lishi mumkin-da, uni farqi yo'q. Siz uni kecha oluvdingiz, kechagi fikringiz u. Siz ertaga deylik $10,000lik fikringiz bilan $10,000lik bitta gilam sotib olasiz. Bunga qo'yish kerak. Bunaqa vaqtda umuman qizg'anchiq bo'lish kerak emas. Siz qanchalik uyingizdagi har bir narsadan shu qadar uzila olasiz, shunda yo sizga bu uy ham qoladi va yangi uy uchun pul keladi, yoki bu uyingiz osonroq sotiladi, tezroq sotiladi va sizga bemalol pul keladi. Undan zo'rroq uy qila olishga. Lekin bu uchun qilish kerak emas. Masalan, mana shuni olsin-da o'sha odam, mana shu uyni olsin, shunaqa mazza qilib yashasin, hech qayerga tegmasdan, rohatlanib yashasin, shunday kayf qilib yashasin, maza qilsin, baraka topsin. Ana shu uyni olgandan keyin 1000 ta uy sotib olsin, hamma ishi zo'r bo'lsin, tuzalib ketsin. Ana shunda yuragingizdan chiqarib berishingiz kerak. Siz bu narsani qildingizmi, aks bo'lib sizni o'zingizga qaytib keladi. Lekin siz ushlab tursangiz, bitta narsangiz uchun ham ushlab o'tirsangiz, sizga pul ham kelmaydi, sizga klient ham kelmaydi. Buni sotib olish uchun, yangi uy, o'zingizga alohida uy sotib olish uchun ham sizga pul kelmay turadi. Siz qizg'anib, yana qizg'anchiqlikda bunaqa narsa turadi. Keyin ola olmasamchi buni hozirgi eski uyimdagi bor narsalarni bu yoqqa qila olmasamchi, xuddi shunaqa uy qila olmasamchi, kim aytdi sizga qila olmaysiz deb? Sizga Xudo yozib, pechatlab, aniq xonim siz ola olmaysiz degani yo'q-ku. Biz bunaqa qo'yishimiz kerak. Mana shu narsani qila oldim, davom ettiramiz. Ya'ni bundan zo'rrog'ini qila olasiz siz. Agar siz bu yoqda yopishib olsangiz, demak siz ishonayotgan bo'lasiz, qila olmayman. Endi pastrog'i beriladi, endi kamrog'i. Endi qarang, birinchi uyingiz bilan ikkinchi hali bitmagan uyingizni solishtiring, o'sha Xorazmdagi uyingizni-da. Bu qanaqa, lekin u undan qanaqa rivojlangan. Endi uchinchisi ikkinchisidan ham zo'rroq bo'ladi aslida. Siz ishonchda qola olmayapsiz.